Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yin oyida mundial mezboni Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazishdan xabaringiz bor. Vakillarimiz FIFA Jahon chempionati oldidan so'nggi o'rtoqlik o'yinida Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. O'yin New Yorkdagi stadionda bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida to'qnashuv 8-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 23:45 da start oladi. O'zbekiston milliy terma jamoasida hujumchilar bilan ishlash bo'yicha yangi murabbiy faoliyatini boshladi. Italiyalik sobiq futbolchi Rolando Bianchi milliy jamoa murabbiylar shtabiga qo'shildi. Mutaxassis terma jamoada hujumchilarni tayyorlash jarayonida ishtirok etadi. Ma'lumot uchun, Rolando Bianchi futbolchilik faoliyati davomida Atalanta, Cagliari, Manchester City, Torino, Mallorca kabi klublar sharafini himoya qilgan. Shuningdek, u Italiyaning turli yoshdagi terma jamoalarda ham to'p surgan. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi.